SM5 avtomobilimiz 2013-yil 130 000 km yurgan, yoqilg'i benzin SI pozitsiyasi. Mashinamiz 2 700 000 won. Kimga kerak bo'lsa linkini tashlab beraman. Ideal holatdagi SM avtomobil. Sidinasi istadi, oldi sidina. Xo'sh, nimalari bor ekan yana? Balon holatlari eskirib qolibdi, anchalik. Balon almashtiradigan holatda ekan. Atrofida qaralgan o'rgan joylari ko'rinmayapti. Kelib test drive qilsalaring bo'ladi bemalol. Xo'p. Mashinamiz koja salon, black boxlari bor, monitor bor, start stop. Sidinalar istadi. Orqa sidinalari ham pokiza holatda. Kimga kerak bo'lsa kelib ko'rib, test drive qilib yo'q solishingiz mumkin. 2 700 000 mashinaning narxi 129 800, 130 000 yurgan 2013-yil. Benzin 2 объемli mashina.